tuzumi sizlar charchamasdan yaxshi yuribsizlarmi? Qizlar, men bugun sizlarga ba'zi bir apparatlarni va ba'zida qanday ishlatish mumkinliklarini birozgina tushuntirish uchun bu videoni olaman. Videoyim birozgina uzoq cho'zilish ehtimoli ham bor bo'lganligi uchun birozgina sabr bilan tomosha qilishinglarni so'rab qolaman qizlar. Endi hozir sizlarga boshlashdan oldin bir narsani yaxshilab aytay. Boshlayotgan vaqtingizda qizlar, iloji boricha bu narsani uyda davom ettirganinglar uchun agar sizlar davomiy qila olaman desanglar, bunaqa narsani olganinglar ma'qul. Agar yo'q, men rosa irinchoqman, bugun qilsam shu bilan 55 kun qilmayman shu bilan deydigan bo'lsanglar, bunaqa apparatlardan yaxshi natija ola olmay qolasizlar qizlar. Chunki nima uchun? Bilasizlarki, kosmetologlarning qo'lidagi apparatlar odatda $7000 tepasida bo'lishi kerak. O'shanda u apparatdan chiroyli natija olishinglar uchun qizlar. $7000 ba'zida eng arzon bo'lsa $5000 o'rtasida o'ynaydi bu narsalar va agar Koreyada turganlar ham juda ham yaxshi biladi, bu yerda ham bor. Pibu boshqa narsa, pibuni birozgina gva qilish boshqa narsa va umuman piamonni anaqasi bo'lgan pibuga alohida bir boshqa narsa. Shunchaki O'zbekistonda ham bor bo'lgan narsalar birozgina O'zbekistonda sistema aralash bo'lganligi uchun sizlar shuni tushunib olinglar. Agar apparat birozgina arzon yoki bo'lmasam даже borgan kosmetologlarning qo'lidagi apparat ham puli jihatidan birozgina kuchsiz bo'ladigan bo'lsa, u sizlardan necha pul olishining hech qizig'i yo'q qizlar. Bir xil ishlam qiladi ya'ni. Shuning uchun sizlar hozir uyda olayotgan apparatinglar normalniy hisoblanganligi uchun uncha kosmetolog даже ko'p ba'zi O'zbekistondagi kosmetologlar qo'ldagi apparat bilan ham tengma-teng kelib qolish ehtimoli katta bo'ladi. Lekin tabiiyki Koreyani anaqasi bilan apparati bilan birozgina solishtira olmaymiz. Birozgina qimmat va sifatliroq apparatlar ishlatiladi. Lekin men O'zbekistonda ham juda qimmat va chiroyli apparatlardan foydalanadigan ko'p joylarni bilaman qizlar. Juda ham ko'p joylar juda zo'r apparatlardan foydalanadi. Tabiiyki uni narxi ham shunga yarasha bo'ladi qizlar. Shuning uchun agar yo'q, men uyda baribir foydalanaman, ham har kuni foydalansam bo'ladi, vaqtim ham bor va shunga yarasha shijoatim ham bor, yaxshi natija olishi xohlayman desanglar, bemalol olib ishlatishinglar mumkin bo'lgan bir apparat haqida gaplashamiz qizlar. Demak, boshladik. Qizlarjonlar, men hozir sizlarga Medicube Ich Pro Booster haqida birozgina ma'lumot berishdan oldin aytib o'tishim kerak. Qizlar, bu kompaniyani o'zi asosiy chiqarayotgan narsasi o'zi aslida apparatlaydi. Buni ko'pchilik biladi. Ayniqsa ishlatib ko'rgan odamlar, menda 4 dan ortiq bu kompaniyaning apparatlari bor qizlar. Va aytib o'tishim kerak, har bir apparatni oldin ishlamlar birozgina bir-biridan farq qilardi. Hozir esa Prosiga kelgan vaqtda bu ishlamlar birozgina yig'ildi. Ya'ni 4 tasi bir joyda bo'lib ketdi aslida, lekin oldinlari bunaqa emas edi. Lekin oldingi boosterlarini yoki oldingi proshetlarini bir-biridan birozgina farqi bo'lardi. Tabiiyki bularni keyingi videolarimda gaplashamiz. Hozirgi videoyimizda aynan Medicube bu Pro Booster haqida gaplashmoqchiman. Qizlar, bu super uyda ishlatishingiz mumkin bo'lgan eng kuchli, eng yaxshi apparatlardan biri hisoblanadi. Faqat bu apparatni qanday holda, qanday qilib ishlatilishini birozgina sizlarga ma'lumot berib o'tib ketay. Qizlar, bu apparatni sizlar uyingizda, ya'ni uy holatida ishlatganingizda, masalan, buni o'zini emas, bu bilan qo'shib ishlatiladigan har xil yuz uchun qilinadigan o'xotlar bo'ladi-yu. Aynan shu o'xotlar bilan ishlatilganida o'xotlarning foizini, ya'ni yuzga yutilish foizini 80% gacha yuzga yaxshi yuttirib beradigan. Bu degani sizlar ishlatayotgan har qanday yaxshi mahsulotlarni, seruminglarni, toneringlarni, gelinglarni yuzinglarni tegiga, chinglarga juda ham yaxshi o'tkazganligini evaziga yuzinglar yanada ko'proq anaqa olaveradi, natija ola oladi. Masalan, deylik, bitta narsadan sizlar 80% emilish olmasdan 10-20% emilish olsanglar, ya'ni yuzinglar shuni so'rib olsa, demak sizlarni u pulinglardan deylik 200 minglik narsalardan 20 ming so'mlik yuzinglar yutirish hosil bo'lgan bo'ladi. Lekin buni olganinglarda sizlar 180 minglik, 160 minglik narsani yuzinglar yutgan bo'ladi. Bu juda ham super degani qizlar va uy sharoitida ishlatishingiz mumkin bo'lgan eng zo'r apparatlardan biri hisoblanadi. Qizlar, bu apparat bilan serumlarni ishlatganinglarda, masalan, namlantiruvchi serumlar bilan ishlatganinglarda, sizlarning yuzingizga shimilishini %785 darajasida, ya'ni 785% ni yuzingizga simdirib beradi. Bu juda ham shok natija qizlar. Yuzinglarni juda ham chiroyli tarangligini ta'minlab beradi bu. Qizlar, endi deylik yuzingizda dog' bor, sepkil bor, xiraliklar bor. Sizlar oddiygina shunchaki uyingizda serum surib olsizlar, bu %3 yoki 2 darajasida yutilish beradi. Yutilish nima? Teri qavatlariga yutilish beradi. Bu degani juda ham quloqqa eshitilganda past natija, to'g'ri emasmi? Lekin apparat bilan qilganingizda masalan %11% darajagacha ko'tarib beradi. Bu degani
sepkili bor qizlar, dog'i bor qizlar, yuzi xiralashgan qizlar, yuzi tiniq bo'lmagan, shunaqa qizlar uchun ham juda ham chiroyli natija beradi degani. Aynan sizlar mana shunaqa apparat bilan yuz oqartiruvchi, yuzni tinchlantiruvchi narsalar ishlatganinglarda yuzinglarni ham dog'lardan qutulishiga, sepkillarni ocharishiga, juda ham yaxshi yorqin va sveje teri hosil bo'lishiga yordam beruvchi bir mahsulot hisoblanadi. Yana bitta juda ham qoyil maqom taraflardan biri, doimiy ishlatilganda 2 haftada yuzdagi elastiklikni ko'z bilan ko'riladigan darajada oshirishida qizlar. Ya'ni 2 hafta davomida doimiy ishlatganinglarda yuzda 35% ga yuzdagi elastiklikni oshiradi. Bu degani elastiklik oshadi degani yanoq tashlashlari, burun sklatlari, yuzni layndan chiqishi, har xil dili dumaloq yuzlarni to'rtburchak bo'lib qolishi, bo'yin ostida bir dunyo go'shtlarni osilib qolishlariga ham juda ham katta yordam berganligi uchun yuzinglarni line qilishga katta yordam beradigan bir mahsulotlardan biriga aylanadi qizlar. Terida titrashim va biroz nozik bo'lgan elektrotitranmalar berganligini hisobiga sizlarning yuzingizga surgan narsalarni ham yaxshi shimilishiga hamda teridagi qonni yaxshi aylanishiga, ya'ni terida qon qancha yaxshi aylangani sari terida juda ham yaxshi yangilanish, elastiklik berish, taranglashish, yorqinlashish, hujayralarning shuncha tez yangilanishiga olib keladi. Bu degani yuzning taranglashishiga olib keladi qizlarjonlar. Hujayralarning tez yangilanishi so'lg'in bo'lmagan dirk teriga, ya'ni sog'lom, yorqin, aytamiz, ba'zi terilar uncha glowli turadi, yorqin turadi, suvli, namli, jonli turadi deymiz, xuddi shunaqa teri hosil qilishiga yordam beradi qizlar. Ba'zi birlarimizda esa har xil terimizda poralar mavjud, deyilmi? Aynan shu poralarni qisqartirish, shu poralarni kamaytirish uchun juda ham chiroyli bir model ham bor. Aynan o'sha poradagi elastiklikni yanada ko'paytirish, ya'ni qancha elastik yaxshiroq bo'lsa, teri shuncha tashamaydi. Ana o'sha poradagi elastiklikni yaxshilash ham yuzda 791% ga orttiradi qizlar. Bu juda ham chiroyli, ya'ni 791% ga orttirilgan degani terilarni bir-biriga tortishib, bir-biriga yopishib, poralarni yo'q bo'lib ketishigacha olib keladi qizlar. Ya'ni poralar teridan yo'q bo'lib ketish foizi 34.5% ga teng ekan. Bu ancha yuqori natija hisoblanadi va undan tashqari teridagi har xil o'lik hujayralar, bilamizki, bizning terimizda o'lik hujayralar mavjud va bu o'lik hujayralardan qutulishni eng yaxshi yo'llaridan biri nima edi? Bizga har xil peeling apparatlardan foydalanish edi, to'g'ri emasmi? Lekin bu apparat ham sizlarga juda ham yaxshi o'lik hujayralardan tozalash vazifasini bajarib beradi. Ya'ni yuzda 27.9% ga o'lik hujayralarni teringlardan kamaytiradi. Shuncha o'lik hujayralar qancha olib tashlangani sari shuncha sveje terilar yanada tezroq yangilanadi va tezroq ko'rina boshlaydi va teringlarda masalan pudra qo'ysanglar, qo'shin qo'ysanglar, ya tonalkalar qo'ysanglar, yig'ilib, ajabsanda bo'lib g'idirlab qolmaydi shunda. Chunki uni tagidagi sveje teri qancha yangilanib chiqqani sari teri ham shuncha taranglashganini hisobidan. Qizlarjonlar, ana endi sizlar bilan biz o'qit qilayotgan vaqtinglarda bu apparatdan qanday foydalanishinglarni birozgina tushuntirib beraman. Sizlarga tepadagi videoda ham birozgina tushuntirdim, lekin hozir men videoda billa qilamiz. O'shanday vaqtda sizlarning yuzinglar iloji boricha haftada 1 yoki 2 marta peeling geldan foydalanishingiz mumkin. Peeling gel yoki peeling pad bemalol foydalana olasizlar. Faqat qizlar shu narsaga e'tibor beringlar. Sizlar yuzingizga foydalanayotgan vaqtinglarda обязательно shu narsaga ham ko'ringlar. Masalan, deylik sizlarni teringlar quruq yoki ta'sirchan va sizlar haftaga 2 marta undan foydalana olmaysizlar. Chunki yog'li yuz o'zi haftaga 1 marta foydalangan yoki 2 marta foydalangan vaqtida birozgina ta'sirlanadi qizlar. Agar sizlarning yuzinglar quruq yoki bo'lmasa ta'sirchan yuz bo'ladigan bo'lsa, hech anaqalarni yanada quritib borib, qizartirib borib, temiratkis sifat narsalar toshishiga olib kelib qoladi. Bu dermatit narsa qizlar. Shuni hisobidan iloji boricha hamisha men o'ta kuchli kunlikda, o'ta kuchli peeling emas, yumshoq peelinglardan foydalanish tarafdoriman qizlar. Yumshoq teri ancha yumshoq peelinglar teriga ancha yaxshi qizlar, chunki ta'sirlantirib tashlamaydi yoki bo'lmasam teringlarni bir anaqasini quruqligini olib bormaydi, qizartirib tashlamaydi. Shu taraflarga ham e'tibor berib ishlatishinglarni xohlayman. Demakki, yuzinglarni peelinglab kelib olgan bo'lsanglar, peeling gelinglar bo'lsa ham, pedinglar bo'lsa ham tozalab olishinglar shart. Yuzinglarni yuvasizlar 15 daqiqadan keyin peeling gellab olib, undan keyin yana yuzinglarni yuvib apparatga kelasizlar. Lekin bu yog'li yuzlar uchun 1-2 ga o'zgarsa, quruq va ta'sirchan yuzlar uchun haftada 1 kun yoki haftada 2 haftada anaqa 2 kunga aylanishi mumkin. Yani masalan, deylik men yuzim juda ham quruq, men 2 haftada 1 marta ishlatishim mumkin. Yo'q, men yuzim o'rtacha quruq, haftada 1 marta ishlatishinglar mumkin bo'ladi qizlar. Endi boshladik. Kupam gapirib bordim qizlar. Uzrlar. Boshlashdan oldin yana bir narsa, yuzimiz qurigan bo'lishi shart. Quruq yuzga qilishni boshlaymiz qizlar. Quruq yuzga qilayotgan vaqtimda apparatni qayerdan foydalanaman deb o'ylamanglar qizlar. Faqat bitta model sizlarni quruq yuz vaqtinglarda juda tushadi. Tepada ko'rgandirsizlar. Demak, apparatimizni olamiz. Aslida sizlarga ko'rsatish uchun korobkalarni oldim, bo'lmasa davno korobkadan chiqarib ishlatishni boshlab olganman qizlar.
Ha, bo'sabchiman. Booster mod. Eng birinchi yoqiladigan narsasi booster mod. Booster modda qilmaysizlar qizlar. Michael Kors, unda ham qilmaysizlar. Dermashotda ham qilmaysizlar. Air shotda qilasizlar. Eng boshida quruq yuzga qilinadigan narsa air shot. Air shotda modini hali videoda to'liq tushuntirdim. Air shotda yuzingizda hech nima yo'q vaqtida ishlatishinglar muhim va eng shartli tarafi ham shunda. Uchki qismini, mana ko'rib turganingizdek shu uchi bor. Shu uchki qismi bilan, sheti bilan qilasizlar qizlar. Qilayotgan vaqtingizda обязательно shetdagi anaqasini ham tanlaysizlar qizlar. Xohlasanglar level 1 da, xohlasanglar level 2 da, xohlasanglar level 3 da qilsanglar bo'ladi. Men level 2 da qilaman ko'z atrofim shunaqa faqat uchki tarafi bilan. Ozginagina sizlarning yuzinglarni anaqa beradi. Qanaqadir biz jiz narsa otadi. Uni bemalol sezishingiz mumkin. Shuning uchun ko'z oldiga juda ham yuqori level bilan qo'yib yubormasligingiz shart bo'ladi. Bu air shot nima qilib beradi? Air shot qizlar sizlarning yuzinglardagi poralarni qisqartirishga yordam beradi. Shuning uchun ham air shotni haftada faqatgina iloji boricha 2 marta ishlatishga harakat qilinglar. Ya'ni har kun emas. Keyin qizlar, yillardan ham foydalanayotgan vaqtinglarda labinglarni oldiga ham iloji boricha 1-2 leveldan oshib ketmanglar. Qayda hammani ham jon og'rishi har xil. Masalan, men 1-2 dan hech o'tkaza olmayman chunki ajoyib bir og'rimaydi, siskanish bor qizlar. Poralarni qisqartirish va poralarni ichidan kislorod otadi qizlar. Zing ichkariga kislorod otadi. Bu kislorod otishi nima qilib beradi? Ham porani qisqartiradi, hamda ajinlarni yo'qotishga yordam beradi, hamda terida qon aylanishini yaxshilaydi qizlar. Men qo'limdagi rozvi rangi, chunki rozvi rangidan ko'p zakasim bor edi. Shuning uchun ham men o'zimga ham rozvisidan oldim. O'rtog'imda qora bor edi. Men pishta olishga qaror qildim. Kim bor edi qizlar? Ba'zi bir g'iybatchilardan ham o'rtada. Kelayotgan haftada tishim ko'rsatgan borishim kerak. Tishim og'riyaptimi desangiz, og'rimayapti, lekin men ko'p kimchi yeyman qizlar. Men bir salat oshib olsam kerak. Hech salatsiz biror nima yegim kelmaydi. Ertalab kimchi, kechda kimchi, kechqurun kimchi, nima yesam kimchi qo'shib yeyman. Va kimchi nima qilib beradi? Topinglarchi, tishinglarni sarg'aytiradi qizlar. Hech qancha o'tmay tishinglar sarg'ayib qoladi. Tishimni oqartirish uchun borishim kerak. Ha qizlar, yana bir nima aytay sizlarga. Bir tugaguncha bemalol bitta yuzinglar tarafga qilsanglar ham bo'ladi aslida. Lekin uch kuncha yuzinglar bu tarafi peshonanglar bilan qilsanglar ham bo'ladi, lekin men bunaqa qilaman. Tezroq go'zal bo'lishni xohlayman chunki. Qizlarjon, endi sizlarga aytmoqchi bo'lgan yana bir narsam bor. Hazil. Bu apparat qilayotgan vaqtingizda nemsa keladi qizlar, hid. Bu hid nima uchun kelishini bilasizlarmi? Terilarga chindan ham kuchli va normal gap turadi. Terilarga shot otgani sari, shot nima? Kislorodni shot otgani sari birozgina kuyik hidi chiqadi qizlar, hid. Deydigan hid chiqadi biroz. Endi janoqa sasib ketmasa-da normal bir hid chiqadi qizlar. Shuning uchun ham apparatdan doim foydalanaveringlar. Bu aynan bu modidan foydalanayotgan vaqtingizda hali aytdim. Masalan, haftada dushanba kuni ishlatsanglar, shu bilan payshanba ishlatasizlar yana. Yana shunaqa, dushanba ishlatsanglar, keyin payshanba ishlatasizlar. Unaqa toza ham yosharib ketar ekanman deb o'ylab dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba qilib ishlatadigan bo'lsanglar, yuzinglar ta'sirlanib, yosh bo'lishi o'rniga yuzinglarda elastiklik battar yo'qoladi, chunki ta'sirlanish yomon narsa. Ko'pchilik namlantiruvchi ishlatmaydi. Oziqlantiruvchi osam yetadi deb o'ylashi va hech qachon uni yuzi keyin tarang bo'lmasligining ham sababi shunda. Yuzni ta'sirlantirib qo'yish kerak emas. Uni eng avvalo tinchlanishi, namlanishi, ana undan keyin oziqlanishi kerak. Xuddi o'zingizga tasavvur qiling. Sizlarga hech suv bermasdan ertadan kechgacha ovqat bersam yoqadimi? Bir bo'lar, ikki bo'lar, keyin yemaysiz ovqatni ham. Suv xohlaysizlar. Suv bersang bo'ldi, ovqatingiz ham kerak emas. Yuzimiz ham xuddi shunaqa. Keyin apparatni ishlatayotgan vaqtingizda bitta joyda mana shunaqa tutib turmanglar. Yurdirishinglar shart. Shundagina foyda yaxshiroq. Yurdirishinglar kerak. Juda ko'zni tegiga yaqinlashtirmaysizlar. O'zi aqlli, o'zi o'chdi qizlar. Xuddi shunaqa modda tugaguncha ishlatasizlar. Tugagandan keyin boshqa modga olib ishlatsanglar bo'ladi. Bir ishlatishni o'ziga hamma moddan ham foydalansanglar bo'ladi. Asabchiman. O'zi o'chadi, o'zi yoqadi. Agar siz esinglardan chiqib ketib qo'yib qo'ysanglar, o'zi o'chadi. Xavotir olmanglar, batareykasi ketib qolmaydi shunda. Demak, endi peshona qismiga keldik. O'zi aslida bitta videoni o'ziga hammasini ko'rsatmoqchi edim, lekin baribir men unda ishlatayotganim yo'qman-ku. O'zim qanaqa ishlatayotgan bo'lsam, xuddi shunaqa ko'rsatdi. Ko'rsatib olmadim.
Qizlar, endi peshonangizga ham xolisinglar 1, xolisinglar 2 qo'yib, chidolsanglar 3, 4, 5 gacha ham olib borishinglar mumkin. Lekin peshona anaqa birozgina ta'sirchan. Nima uchun? Uni tagida go'shi yo'q qizlar. Masalan, bu yerda go'sh bor, bu yerda go'sh yo'q. Shuning uchun shunisiga ham e'tibor berasizlar. Ishlatayotgan vaqtida yana uch bilan ishlaymiz. Peshonanglarni o'rtasidan boshlab, xolisinglar bu tarafga, xolisinglar bu tarafga qilsanglar bo'ladi. Rostini aytib, chindan ham peshona birozgina ta'sirlanadi qizlar. Iloji boricha uch qism bilan tepaga olasizlar qizlar. Tepaga. Lekin ko'zinglarga tegdirmanglar qizlar. Keyin janoqqa qo'rqmaydi, joninglarni og'ritib, bir nima qilmaydi. Shu qisminglar bilan keyin gapirib turadi qizlar sizlarga. Qizlar ochiq aytadigan bo'lsam, bunaqa apparatlarim juda ham. Qizlar, bu orada peshonam bilan davom etyapman va ayting. Mani apparatlarim ko'p qizlar, faqat u apparatlar uyda shunchaki yotadi degan emas qizlar. Masalan, apparatlardan doim foydalanilganda qizlar, umuman boshqacha juda yaxshi natijalar olib ketsanglar bo'ladi. Mendagi apparatlar ko'p qizlar, har xil apparatlar bor va hammasidan juda chiroyli natijalar olganman, mazza qilib. Keyin yana bitta narsani ochiq aytay qizlar, men yolg'on gapirib boshqa qilishim shart emas. Apparatlardan doimiy foydalanib yurganingizda rostdan ham sizlarni yoshartiradi, ya'ni teringlarni rostdan ham yoshartiradi. Buni sababini hali tepada ham aytgan bo'lsam yana qaytarib aytay. Nima qilib ishlatsanglar ham, masalan, biror bir anaqalar bilan ishlatsanglar ham, kosmetika narsalar bilan ishlatsanglar ham ularning foizini orttirib beradi, yanada yaxshi ta'sir olishingizga olib keladi yoki bo'lmasam yanada yaxshi ulardan natija olishingizga olib keladi. Masalan, 40% yuzingizga ta'sir qilayotgan narsani foizini 80 ga ko'tarishi mumkin, 10% ta'sir qilayotgan narsani 50 ga ko'tarishi mumkin. O'shanaqa narsalar bo'ladi qizlar. Mana hozir shu bilan hozirgi anaqamiz tugadi qizlar. Qizlar, apparatingizda aynan earshot modi bilan qanday ishlashinglarni bilishinglar uchun to'liqroq ma'lumot bermoqchiman. Apparatinglarni yoqqaningizda shunaqa ko'k rang chiqadi. Bu ko'k rang earshot mod hisoblanadi. Earshot modda 5 xil kuchi bor. 1 dan 5 gacha. Ko'z oldi bilan ishlayotgan vaqtida bu kuch 1-2 dan oshib ketmasligini, aynan peshona uchun ham ishlayotgan vaqtingizda 1-2 darajadan oshmasligini maslahat beraman. Buni sababi ko'z oldi ham, peshona ham birozgina kuchli ta'sirlanganligi uchun, terisini ostida yog'lar, go'shtlar kamroq bo'lganligi uchun kuchini darajasini 1-2 dan oshirib bormaslikka harakat qilinglar qiz. Lekin deylik sizlar yanoq bilan ishlamoqchisizlar. O'zi odatda bilasizlarki, yanoqda birozgina ko'proq pora tushishi kuzatiladi. Aynan bu vaqtda agar chidamliliginglar bo'lsanglar, xohlasanglar 5 gacha chiqarib bemalol ishlasanglar bo'veradi. Faqat earshotni yuzingizda poranglar juda ham ko'p, yuzinglar yog'liroq bo'ladigan bo'lsa, haftada 3 martagacha ishlatsanglar bo'ladi. Lekin yuzinglar birozgina ta'sirchan va poranglar ham uncha ko'p bo'lmaydigan bo'lsa, haftaga 2 marta ishlatsanglar bo'veradi. Lekin oldima-ketin ishlata olmaysizlar. Masalan, dushanba ishlatsanglar, keyin shu bilan payshanba ishlata olasizlar. Lekin haftada 3 marta ishlatishinglar mumkin bo'lganda, dushanba, chorshanbani oxiri va jumani oxiri qilib ishlatasizlar. Mutlaqo o'rtada kunlar qolishi kerak bo'ladi. Ya'ni xohlagan kuningizda, xohlagan vaqtingizda earshotni ishlatish mumkin emas. Earshot bo'limini ishlatayotganda sizlarning eng asosiy bilishinglar kerak bo'lgan narsa shu. Earshotda birozgina yuzinglarni seskanishi va undan tashqari yuzda birozgina hid chiqishi. Buni sababi agar sizlar kosmetologga borsanglar, sizlarning yuzinglarni Q2 karboks qiladi. Aynan o'sha lazer, masalan, kosmetologga borganingizda $100 dan $200 gacha o'ynaydigan narsani sizlar uyingizda bir kun, ya'ni bir haftani ichida 2-3 marta shunchaki apparatinglar bilan qilib olishinglar juda ham super qizlar. To'g'ri, o'sha kosmetologning qo'lidagi karboks bilan birga bir bo'lmasa-da kuchi, lekin uy sharoitida qo'llanishingiz mumkin bo'lgan eng chiroyli anaqadan biri hisoblanadi apparatlardan. O'sha tarafni ham birozgina hisobga olib ishlatinglar. Sababi porani eng chiroyli qisqartiradigan narsa bu earshot qismi hisoblanadi. Chunki u lazer hisoblanadi va teriga juda ham ingichka havo yo'llari ochganligi va natijada bu havo yo'llarini to'ldirish uchun teri hujayralarini ko'payishi va terini zichroq, poralarni umuman ko'rinmas darajaga kelish darajasigacha olib kelganligi uchun juda ham sizlarning ishingizga yaraydigan bir apparat qizlar. Teridagi o'lik hujayralarni ham %27.9% ga kamaytiradi. Ya'ni bu degani o'lik hujayralar qancha tez kamaygani sari sizlarning yuzingizda yangi teri shuncha ko'p ishlab chiqariladi va yuz shuncha taranglashadi. Tarang terida poralar bilinmas darajaga keladi. Shu tarafni ham hisobga olinglar va poralar qancha tez yuvib bo'lgani sari teri zichlashadi va yorqinroq bo'lib ko'rinadi. Bilasizlarki, qo'shni ishlatasizlar, nima ishlatganingizda ham pora bo'lgan joyda, masalan, yuz tiniq ko'rinmaydi qizlar, bir ajoyib g'idir-bidir bo'lib yotadi. O'shaning uchun sizlarga
yuzinglarga Earshot mana shu qismlarga yaraydi va Earshotni ishlatayotgan vaqtingizda yuzinglar toza bo'lishi, yuvilgan bo'lishi va yuzinglar quruq bo'lgan bo'lishi kerak. Hech qanaqa yuzinglarda namlik bo'lmasligi kerak va yuzinglarga toner surib yoki bo'lmasa allambalo serum bir narsalar bilan umuman ishlatish mumkin emas. Earshotni quruq yuzga, toza yuzga haftada yuzinglar yog'li va o'ta porali bo'lsa 3 marta, teringlar quruqroq bo'lsa 1 marta, lekin o'ta ham ta'sirchan teringlar bo'lsa 2 haftada 1 marta ishlatasizlar qizlar. Apparatni yuzinglarga ishlatayotgan vaqtda Earshot bo'limida apparatni yuzinglarga juda ham qattiq botirmasdan faqat apparatni uchki qismlarini birozgina, ya'ni uchburchak qismi bor, o'shani birozgina yuzinglarga tegdirgan holda pastdan tepaga qisinglar, ancha yaxshi natija olasizlar. Faqat ko'zinglarga juda ham yaqinlashtirmagan holda, ko'z va peshonaga ishlaganingizda 1-2 darajada, lekin yuzni boshqa qismlarida bemalol og'riqni ko'tarish darajanglarga qarab turib, moslashtirib qisinglar bo'ladi va videoda ko'rsatganimdek yuzinglarni ko'p tortmaslikka harakat qilinglar qizlar. Ya'ni birozgina nozikroq tegdirib qilishinglarni tavsiya qilaman. Hozir yuzimiz endi nima qilamiz deydigan bo'lsanglar, bu modni tugatamiz. Mana bu agar sizlarda bu modda dushanba ishlatgan bo'lsanglar, to'liq ma'lumot berish uchun aytyapman. Deylik, bu modni sizlar dushanbada ishlatdinglar. Endi sizlar bu apparatni ertasi kun seshanbada ham ishlatginglar kelyapti. Yerda ishlatmaysizlar qizlar. Boshqa moddan boshlab ketaverasizlar. Boshqa moddan boshlagan vaqtimiz Safiyaxon qanday qilib boshlaylik deydigan bo'lsanglar, yuzinglarni yuvasizlar, quritasizlar va quritib bo'lib, toza yuzinglarga, qurigan yuzinglarga ishlatishinglar mumkin bo'lgan ba'zi bir narsalarni ko'rsataman. O'shandan davom etasizlar. Agar yo'q, bizani ishlatayotgan kunimizga to'g'ri keldi desanglar, hali mana shu videoni boshi bilan birlab ketasizlar. Lekin agar yo'q, Earshot kunimga to'g'ri kelayotgan yo'q desa, videoni shu joyi bilan davom etasizlar. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Endi hozir bu apparatni nimalar bilan ishlatsam bo'ladi? Hamma yoq bilan ishlatsam bo'ladimi? Yo'q qizlar, hamma yoq bilan ishlatsanglar bo'lmaydi. Ishlatishinglar mumkin bo'lgan narsalar bor, mumkin bo'lmagan narsalar bor. Даже bu apparatdan foydalanish mumkin bo'lgan odamlar bor, foydalanish mumkin bo'lmagan odamlar ham bor. Qizlar, men bu apparatda agar sizlar homila bo'lsanglar va homiylar agar nima deydi, bir 3 oydan kichik bo'lsa bu apparatdan foydalana olmaysizlar. 4 oydan katta, 8 oydan sal past bo'lsa, o'rtada ishlata olasizlar. Lekin sizlar o'sha 8 oy yoki 9-oydasizlar bu apparatdan foydalana olmaysizlar. Ha, bolanglar tug'ildi, tug'ilgan kundan boshlab yana qaytib ishlataverasizlar. Shu bugun tug'ildi, shu bugun kechga qila olaman, kuchim bor mana desanglar, ishlatib yuborasizlar qizlar. Lekin ishinglarda 1 oylik, 2 oylik, 3 oylik bola bor payti mumkin emas qizlar. Keyin undan tashqari ham terisida o'simta bo'lgan qizlar bo'ladi. Endi u anaqa bir kasallik, uni qizlarga men buni tavsiya qilmayman qizlar. Tavsiya qilmagan odamlarim bor. Undan tashqari yana apparatni o'zida ham tavsifnomalar bor. Albatta bu tavsifnoma bilan chiqish esinglardan chiqmasin qizlar. Endi bu apparatni ishlatishingiz mumkin bo'lgan narsalar. Men hozir o'zim shaxsan nimalar bilan ishlatayotganimni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Qizlar, men eng ko'p ishlatadigan narsam bu professional bo'lgan bir kollagen geli. Qizlar, bu anaqa emas. Medicube anaqasi emas. Bu professional Amerikan o'zini shunaqa og'ziga nima bo'ldi bu. Mahsuloti. Bemalol bundan foydalanasizlar. Faqat gellardan foydalangan vaqtingizda shunday narsa bor. Gel sizlarning o'zingizga uzoq bilan 2 soat yoki 3 soat turadi. Undan keyin sizlar tozalaysizlar va kundalik o'zingizlarni yana u xodiylarga davom etasizlar. Lekin men hozir boradigan joyim ham bor va ham boradigan joyim bor, ham yuzim birozgina chiroyli bo'lishini xohlayapman ham bu videoni tezroq joylashni xohlaganim uchun. Endi hozirlik bir narsa ko'rsataman. Men hozir geldan foydalana olmayman, lekin sizlar foydalansanglar bo'ladi. Men gel bilan foydalana olaman, faqat shoshmagan vaqtim bo'lsa. Dam olgan kunimga to'g'ri kelib qolsa, deyman, bo'ldi, foydalana olaman deyman. Lekin hali men Earshot ishlatayotgan vaqtimda sizlarga bir narsani aytmabman qizlar, ming bor uzr. Shuning uchun aytib ketay dedim. Ishlatayotgan vaqtingizda, quloqingizda ziraylar, qo'lingizda, uzinglar, bo'yningizda taqinchoqlar bo'lmasligi kerak qizlar. Chunki bu bilasizlar, baribir texnik narsa, hammaga har xil narsa ta'sir qiladi. Biror bir narsa bo'lib reaksiyaga kirib ketish ehtimoli juda ham katta. Shuning uchun balki ishingizda ham Koreyada kosmetologga borib yurgan qizlar bo'lsa ham bo'ladi. Biz обязательно yechiramiz. Umuman bo'yniga, qo'liga hech nima qoldirmaymiz qizlar. Даже ba'zida oyoq bilagida, даже oyoq past, umuman oyoq bilan daxlli ishlamaymiz. U operatsiya bo'layotgan vaqtda aytmayman qiz. Oddiy anaqa qilayotgan, seshuv qilayotgan vaqtimiz, ya'ni yo yuzni tozalashimiz kerak, yo bo'lmasa cheska qilinish kerak, akva bo'lish kerak, yoki bo'lmasa biror bir pederiya urish kerak bo'lgan vaqtda ham biz обязательно oyog'idagi taqinchoqni ham yechiramiz. Tilla bo'lsa ham, brilliant bo'lsa ham umuman qizig'i yo'q. Faqat yechirmaydigan bir narsamiz bor, tishga qo'yilgan brilliant. Uni endi hech narsa qila olmaysizlar qizlar. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan narsam shunaqa narsalarni yechib turib ishlatasizlar, keyin taqib olaverasizlar qizlar. Buni ham aytib qo'yay dedim. Lekin mana bunaqa bitta narsalar bo'ladigan bo'lsa, bularni ham anaqaga kosmetologga borgan paytingizda yechiradi. Shuning uchun agar sizlarda bo'lib qolsa ham sizlar ham yechinglar qizlar. Men hozir yechmadim, lekin aslida yechish kerak. Demak, men aqlsiz qiz bo'pman. Demak qizlar, endi hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam yuzinglar bilan davom etasizlar. Yuzinglar bilan davom etayotgan vaqtda menda bor shunaqa bir idish va
sarg'ayib ketgan cho'tka. Bu cho'tkadan faqat uyda foydalanganligim uchun ishlatib sarg'ayib ketdi. Chunki bo'sh bo'ldim deguncha yuzimga narsa surgandan keyin boshqa nima bo'lay deyapti bu ham. Men hozir sizlarga hali tepada aytdim. O'zim nima qilib ishlatayotgan bo'lsam, shuni hammasini aytaman deb. Bemalol tonerlar bilan ishlata olasizlar. Tonerlar bilan ishlatayotgan vaqtingizda bu toner bilan ishlata olmayman. Buni ham ko'rsatmoqman. Nimaga ishlata olmasligimni. Buning ichida birozgina ich qatnashganligi uchun va birozgina antioksidanti baland bo'lganligi uchun bu bilan ishlata olmayman qizlar. Lekin men bu bilan ishlata olaman. Tushunasizlar nima demoqchiligimni? Endi yana ko'rsatay sizlarga. Juda ham ko'pchilikda bor bo'lgan dalbani shunaqa mesda. Men dalban mesini juda ham sevaman qizlar. Xohlagancha, xohlagan soatingizda yuzinglarni tarang bo'lishini, yosh bo'lishini, ya'ni taranglikni ushlab qolishini, hibsini chap qilib ushlab qolish xolisinglar ishlataverasizlar qizlar. Hidi cho'tka qizlar, faqat ishlatayotgan vaqtingizda yuzingizga sepayotgan payt bir qilinglar qizlar, shunaqa ham bir maza qilasizlar, chilayadi. Yoki bemalol shunaqa bir mesdan bor yana tonik o'rnida bemalol ishlata olasizlar. Bu ham amerikanskiy, buni ham sifati juda ham zo'r. Buni sifati ancha zo'r, chunki bu professional hisoblanganligi uchun qizlar. Professional narsalar, oddiy narsalardan kuchli bo'ladi qizlar. Chindan ham. Nima uchun kuchli? Uni faqat pul kuchli emas qizlar. Yuzga singishi kuchli. O'sha tarafi bor. Masalan, yegan ovqatingiz shitda qoldi qatta, shitgacha kelgan qatta-yu yoki bir joygacha yetib borgan qatta. O'shaning uchun. Endi buni ham sepib ko'ring. To'g'ri ko'zimga sepdim. Tamom. Demak, bu mes bilan ham bemalol foydalanasizlar. Keyingi mes. Keyingi mesni ham juda qopqog'ini ochgan bo'lsam. Keyingi mes bog'xo mesni qizlar. Bog'xo mesni bilan ham bemalol foydalana olasizlar. Faqat bular apparat ishlatishdan oldin sepasizlar qizlar. Buni ham juda ham namlik anaqasi yaxshilab faqat chaqatib pish sepib olasizlar qizlar. Endi demak, meslardan foydalanib oldik. Endichi deydigan qizlar bo'ladigan bo'lsa, men o'zim tayyorlaydigan narsani ko'rsatay bugun. Tunigim. Tunigimni olib oldim. Men shaxsan o'zim ishlatib, bu yarim qolgan. Bu ham yarimlashgan bir mahsulot. Bular nima? Bular biri bog'ga tegishli bo'lgan kollagenli serumi, yana biri Vividerf kollagenli ampulasi. Qizlar, nima uchun endi aynan bog' bo'lishi yoki Vividerf bo'lishi shartmi? Yo'q, shart emas qizlar. Booster bo'lsa ham bo'laveradi. Boosterlar biroz qimmatroq, lekin ular ham bo'laveradi qizlar. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Faqat qizlar shunda olib, yuzingizga shunda serumni surib orqasidan apparat bilan foydalansanglar zo'r. Faqat ular tez quriydi. Tez qurigan narsada apparat yaxshi harakatlanmaydi qizlar. Shu tarafga ham e'tibor beringlar. Shuning uchun toner olayotgan vaqtingizda tonerni ko'pirtirib olib, shunaqa idishga solsanglar, ham seruminglar yoki ampulinglar ko'pga yetadi, ham yuzingizga yaxshi yuradi, ham undan tashqari yaxshi ham ta'sir olasizlar. Demak, hozir men ampulalarni juda sevaman. Shu Vividerf kompaniyasi ham menga juda yoqadi. Ancha vaqtdan beri ishlatadigan bir mahsuloti. Ko'rib turganinglardek mana. 4 tomchini sovib oldim. 4 tomchi normalniy qizlar. Endi bog'dan ham shunaqa bog'ni ham anaqasini olib olaylik. Bundan ham 4 tomchi qizlar. Pir shunday qo'yib olsanglar bo'ladi. Endi buni ichiga ampula soldik, serum ham soldik. Endi nima qilamiz? Aralashtiramiz. Qizlar, buni olib ishlatayotgan vaqtingizda Medicube ham o'zini faqat retinoli bo'lmagan narsalar bo'lishi kerak. HPHda qatnashmagan narsalar bo'lishi kerak qizlar. Mana hozir yuzimizga suramiz qizlar. Sizlarga aytdim mana. 3 ta pompichka qildim, lekin ancha bo'ladi, ham yuzingizga ham ancha vaqtga yetadi. Ham ampulinglar ko'pga ketadi, ham seruminglar ancha ko'pga ketadi. Shir serumni quyib ishlatsanglar, u hech qanchaga yetmaydi, ham tez quriydi, hamda bilmadim, serum va ampulalarni juda ham ko'pchiliginglar bilasizlar, bo'lsa gram 30-50 bo'ladi, undan ko'p bo'lmaydi. Ha, to'g'ri. Namlantiruvchilar bilan bemalol qila olasizlar apparatni. Lekin qilgan vaqtingizda 100 milli anaqa bo'lsa-ku, zo'r bo'ladi, lekin 100 milli har doim ham chiqmaydi. O'zingizlar ham yaxshi bilasizlar qizlar. Yaxshilab surib oldik. Keyin qizlar, bu surgan narsalar bemalol ham ko'zinglar bilan ham surib olsanglar bo'ladi. Apparatdan foydalanmasanglar ham ko'zinglarga. Lekin bemalol ko'zinglarga buni surib olsanglar bo'ladi. Nimaga? Chunki o'zi shundoq ham toneringlar, ampulinglar bor, seruminglar bor. Bu juda kuchli bir anaqa tizim. Ancha kuchli bir tizim. Shuning uchun mazza qilib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Endi qizlar qaranglar. Bu modni qanday ishlataman?
Booster mod. Booster modda har kun ishlatsa bo'ladi qizlar. Boshladik. Booster modda ishlatayotgan vaqtingizda 3 dan boshlayman. Yuzingizga booster modda yuzingizga nima bergan bo'lsangiz ham tez yuttiradi va juda ham yaxshi terilarni ostiga kiritadi. O'zingiz ham bilasizlar, xuddi tok organik qilib shatotadi. Birozgina bostiribroq qilsangiz ham bo'ladi. Faqat ko'zinglarni atrofiga qilayotgan vaqtingizda aslo 1-2 dan oshmaylar boshida qizlar. Ha, keyin o'sha o'rganib ketdim, super bo'lib ketdim desanglar bo'ladi, lekin meni jonim juda shirin. Shuning hisobidan birozgina men tepalarga chiqmayman qizlar. Ko'p apparatimda ham shunaqa. Chunki baribir har xil apparatim bor, hammasidan foydalanaman. Nima kerak jonim ortib, terimni ta'sirlantirib deganligim uchun. Lekin ha, yuzinglarni boshqa qismingizga xohlasanglar 5 gacha chiqinglar. Aytadi-yu. Eplasinglar qaddini o'ylaydi, shunaqa. Va super qizlar, mazza qilasizlar. Ishlatganingizda bilib olasizlar sifatini. Qizlar, endi ishlatayotgan vaqtimda faqat nimaga bunday qilyapsiz deydigan qizlar bo'lishi mumkin. Olib turib shundoq qilmanglar qizlar, mana qo'yib turib bundoq. Unaqa bo'lmaydi. Chunki yuzni tepaga olish kerak. Shuning uchun tepaga olasizlar, tepaga. Keyin qizlar, qilayotgan vaqtingizda birozgina botiribroq qilasizlar. Janoqa botirib degani ajabsanda qilib olmaysizlar-yu, lekin botirib. Endi gantini shunaqasiga olgan bo'lsak, endi yana bir narsa ko'rsataman. Qizlarjonlar, apparatingizda to'q sariq rang bor. Bu booster mod hisoblanadi. Booster mod nima vazifani bajaradi? Booster mod teriga ishlatayotgan narsalarni chuqurroq singdirishni, teri etaplariga, ya'ni aynan chinglarga o'tkazishi vazifasini bajaradi. Ya'ni qavatlarga juda ham yaxshi shimilishini va buni natijasini ko'proq yuqoriroqga chiqarishni bajarib beradi. Ya'ni 85% teriga yuttirganligi uchun. Va booster modda shunchaki quruq teri bilan ishlash mumkin emas. Yuzingizga toner bilan ishlasanglar bo'ladi, gellar bilan, kremlar bilan, serumlar bilan bemalol ishlatsanglar bo'ladi va bir kunda 2 martagacha ishlatish mumkin. Ertalab 5-10 daqiqa va kechki payt 5-10 daqiqa qilishingiz mumkin. Lekin deylik ertalab soat 8 ga borib 10 daqiqa qildinglar, keyin soat 10 da borib yana 10 daqiqa qilishingiz mumkin emas. Orada birozgina vaqt o'tkazishingiz shart bo'ladi qizlar. Va bu orada aynan booster mod yuzda titrashim hosil qiladi va bu titrashim natijasida yuzda juda yaxshi qon aylanish yuzaga keladi. Va aynan bu modda sizlar haftada 4 yoki 5 kun vaqt ichida ishlatsanglar bo'ladi. Masalan, dushanba ishlatsanglar, chorshanba, payshanba, o'rtada ba'zida bir kun tashab o'tishingizga ham to'g'ri keladi qizlar. Aynan bu mod sizlarning yuzingizga, yuzdagi dog'larga qarshi, sepkillarga qarshi kurashib, yuzinglarni oqartiradigan, yuzinglarni tiniqlashtiradigan va juda ham yaxshi bir shundoq qaraganda jonli, dirk, sveji qiladigan bir teri hosil qilib beradi qizlar. Yuzinglarni oqartirish foizi %11% ga oshib ketadi qizlar. Ya'ni nima ishlatsanglar ham %1-2 emasdi, bu foiz keskin ravishda, ya'ni 11% ga oshgani sababidan sizlarning yuzinglar ancha oqarib, tiniqlashib, chiroylilasha boshlaydi qizlar. Buni bemalol 2 haftada aniq ko'zinglar bilan ko'rishingiz mumkin bo'lgan yorqinlikka, jonlilikka olib kelar ekan qizlar. Qizlar, booster modda boshqa modlardan farqi shundaki, uni har kun ishlatsanglar bo'ladi. Doim ishlatsanglar bo'ladi, bir kunda 2 marta ham ishlatsanglar bo'ladi. Faqat ertalab va kechqurun ishlatishingizga qaramasdan 5-10 daqiqadan oshirib bormasdan ishlatishinglar kerak. Faqat bu modda ishlatishinglar kerak bo'lmagan mahsulotlar bor. Ya'ni bu mahsulotlar kuchli peptidlar bilan ishlata olmaysizlar qizlar. Tarkibida juda kuchli bo'lgan ko'proq S vitaminkani o'ziga jamlagan narsa bilan ishlata olmaysizlar. Retinol bilan mumkin emas, pidirin bilan mumkin emas va HBHlar bilan, ya'ni asidlar bilan ham birozgina ishlatish mumkin emas. Buni sababi o'sha modda o'zida undagi svet ham qizlar. Bilasizlarki, birozgina to'q sariq rangdagi bu svet aynan bu ishlatayotgan retinol, pidirin yoki bo'lmasam peptidlar bilan birozgina reaksiyaga kirishganligi uchun yuzingizga qorayish berib qoladi. O'shani hisobidan aynan bu mahsulotlar bilan ishlatish mumkin emas, lekin bemalol kollagenli mahsulotlar bilan, leftinli mahsulotlar bilan yoki bo'lmasam hialuronli narsalar bilan, aloe gellar bilan yoki aynan Medicube o'zini gellari bilan yoki bo'lmasam professionalni boosterlar bilan, Medicube o'zini kollagen jeli bor-ku, aynan shular bilan yoki boosterlari bilan hammasi bilan ishlatsanglar bo'ladi. Lekin hali tepada aytgan narsalarim bilan birozgina tushmaydi qizlar. Buni ham inobatga olib qo'yasizlar. Ishlatayotgan vaqtingizda buni necha kuchga qo'yib ishlatganimiz ma'qul desanglar, agar birozgina og'riqqa chidamliroq bo'ladigan bo'lsanglar, yuzinglarni bemalol 5 darajagacha qo'yib ishlatib turib, lekin ko'z va peshonaga kelganda 2 dan birozgina oshib ketmaslikni maslahat beraman. Buni sababi birozgina bilasizlar, ta'sirchan teri va birozgina terini qizartirish ehtimoli katta bo'lganligi uchun aynan terini boshqa joyda ko'z bilan peshonaga kelganda 2 dan oshirmasdan boshqa joylarda birozgina o'zingizlar xohlaganda ishlatsanglar bo'ladi.
Qizlarjonlar, booster modda bemalol bo'yin bilan ham ishlasanglar bo'ladi. Faqat bo'yinni nafas olish va oziq bo'lgan yo'nalishiga to'g'ri kelib qolmasligiga kerak. Agar bo'yinni aynan qatini qilishni bilmasanglar, masalaga alohida tayyorlab bergan bir videoni ko'rishinglarni tavsiya qilaman. To'g'ridan-to'g'ri bo'yinni qilishdan oldin, chunki bo'yin birozgina xavfli hisoblanganligi uchun boshqa bir limfa tomirlariga tushib qolishingiz mumkin. Shu joyini ham birozgina inobatga olib ishlatishingizni tavsiya qilaman qizlar. Qizlar, har bir anaqani bo'limni ochayotgan vaqtimda videoni boshida ham birozgina tushuntirib o'tib ketaman qizlar. Endi dermashotga kelgan vaqtimizda dermashotda sizlar haftada uzog'i bilan 3 kun ishlata olasizlar. Masalan, dushanba ishlatdinglar, chorshanba ishlatdinglar, keyin shu bilan shanba ishlata olasizlar yoki yakshanba ishlata olasizlar. Yakshanba ishlatmaysizlar, dushanba ishlatganingiz uchun orada vaqt bo'lishi kerak. Haftada 2-3 marta, men ko'proq 2 marta ishlatishni tavsiya qilaman, chunki birozgina kuchli mod bo'lganligi uchun ishlatayotgan vaqtingizda bemalol hali tayyorlagan anaqamiz bilan ishlatsanglar bo'ladi qizlar. Men xuddi shunaqa qilaman. Yuzimizga surib olamiz. Keyin bu tarafimizga ham qizlar ishlatayotgan tarafingiga suringlar. Ya'ni butun yuzingiga surib turib apparat bilan foydalanaman desak, qurib qoladi qizlar. Demak, boshladik. Dermashotga nimaligini aytdim qizlar, lekin yana ham bir narsa aytib qo'yay qizlar. Juda ham yaxshi mod beradi, juda kuchli shat otadi. Aslida sizlarni ajininglarni yo'qotadigan, yoyib yuboradigan, yuzingizga kuchliroq elastik beradigan narsa ham shati qizlar. Chunki bu shat, dermashat nima uchun? Kosmetologga borganlar yoki kosmetolog bo'lib ishlaydiganlar yoki derma sohasidagilar juda ham yaxshi biladi. Dermashatlar nima uchun qilinishini va O'zbekistonda men ko'p joyda bilaman, $100 dan boshlangan dermashatlar qizlar. Birozgina og'rimaydi-yu, lekin ajoyib bir mitti tok urganchalik bo'ladi, lekin unaqa joninglarni og'ritmaydi qizlar. Hali aytib o'tdim, ko'zni shu oldilariga yaqinlashtirmaysizlar qizlar. Umuman iloji boricha ko'zni shu qismlariga yaqinlashtirmaslikka harakat qilinglar qizlar. Ha, bu qismlarni bemalol qilsanglar bo'ladi. Faqat bu qismni qilayotgan vaqtda birga olishingiz shart qizlar. Joninglar, "Yo'q, men uncha og'riqdan anaqa qilmayman" desanglar ham birga olinglar qizlar. Qizlar, endi bu apparat sizlarga birozgina anaqasini yana ham bir ko'rsatdik, bu shatda anaqasini yaxshilab qarab turinglar. Ko'ryapsizlar? Birozgina modini tushirib, balkim ko'zim oldiga ham sizlarga yaqinlashtirib bera olarman, qo'rqmasam. Men jonim juda shirinda qizlar. Qizlar, men anaqa qila olmayman. Ko'zinglarni ham normalniy o'ynatib yuboradi. Rostdan shunaqa mazza qilib ishlatasizlar bu dermashatni ham, lekin dermashatni hali tepada ham aytdim qizlar. Dermashatlarni ishlatayotgan vaqtingizda обязательно haftada iloji boricha 2 marta ishlatinglar, 3 martagacha tavakkal qilyotmanglar, chunki baribir uy apparati nima bo'ladi deb o'ylamanglar. Agar mayli chidoliyman desanglar, teringlar anaqa ta'sirchan teri bo'lmasa, 3 martagacha ham ishlatsanglar bo'ladi, lekin yuzinglarni haqiqatdan ham yoshartiradigan narsa dermashat qizlar. Va bu orada mana bunaqa savolim kelishi mumkin. Faqat serum o'zi bilan qilsam bo'ladimi? Bo'ladi qizlar. Faqat serum o'zi bilan qilsanglar ham bo'ladi. Yoki faqat ampulani o'zi bilan ham qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar toner ampula, toner anaqa serum qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Birozgina budjetlarga qaraysizlar o'zingizlarni, kuchingizlarga, ya'ni pulingizlarga qaraysizlar. Lekin hali men ko'rsatganimdek qiladigan bo'lsanglar, ancha yaxshi ta'sirini olsanglar bo'ladi qizlar. Chunki nima uchun? Serumga nisbatan ampula yaxshiroq yuzga singadi qizlar. Shu tarafiga ham e'tibor beringlar. Endi ko'rdinglar, mana shatni ham oldik va bu orada qizlar shatni tugatgan vaqtingizda shunaqa bir vijir bir hisni anaqa qilib olasizlar, bilib olasizlar. Qizlar, mana sizlar bilan hozir polniya hamma shatlarni ko'rib chiqdik, to'g'rimi? Boosterni ko'rdik. Booster bilan hali tepada aytgan hamma yoqni ishlatsanglar bo'ladi. Bemalol namlantiruvchi serumlar bilan, mikalar bilan ham ishlatsanglar bo'ladi agar tarkibida ich yoki rezil ishlatilmagan bo'lsa.
yoki bo'lmasam anaqa ishlatilmagan, retinol ishlatilmagan bo'lsa, bemalol ishlatsanglar bo'laveradi qizlar. Mazza qilib ishlatasizlar boosterni ham. Nega ko'piga qochishi ham mumkin, lekin hech xavotir olmaydi. Lapatichkada bilan olasizlar, yana surasizlar, davom etaverasizlar. Hech bir anaqa tarafi yo'q. O'shaning uchun aytdim hali, hadib serum sursanglar, 30 ml serum bir haftalik yetadi, tugaydi. Yana 230 ml, 250 ml serum olish birozgina cho'ntagiga ham zarar bo'lishi mumkin qizlar. Endi peshonani qilamiz. Peshonani qilayotganda uzrlar, men birozgina oynachamdan foydalanmasam bo'lmaydi qizlar, chunki bilasizlarki, ko'z bilan ishlaganligi uchun birozgina qo'yamman. Qizlar, ishlatayotgan vaqtingizda aslo sochinglar bo'lmasligi kerak. Qaranglar, men hozir sochim chiqqan, sochimni tortyapti. Faqat mana 3-mod deydi. Aytdim hali, sizlar uchun 3-modga qo'ydim. Chidolmayman 3-modga qizlar, men 1 modga qo'yib ishlatyapman peshonamga. Peshonani qilayotgan vaqtingizda tepaga olib ketasizlar qizlar, tepaga, chunki peshona tushishi bor qizlar. O'shaning uchun tepaga. Yuzimizni bu tarafini ham qilib oldik. Endi bu tarafini ham qilib olamiz. Bemalol ozginasi ham butun yuzingizga yetadi. Bu toner men уже tugaydi-da. Bu toner tugasa, vitamin S ga bo'lgan oqartiruvchi bir toner ochaman. Shundan ishlataman deb turibman. Endi yuzimizni bu taraf bilan boshlaymiz qizlar. Qizlarjon, ishlatayotgan vaqtingizda bunga oyna shart emas. Ishlatayotgan vaqtingizda yana bir narsaga e'tibor beringlar qizlar. Shu ko'zinglarni oldi. Yuzimga qilayotganim uchun 2 qiling. Ko'zinglarni oldini tortadi qizlar. Shunda o'ynatadi. Agar haqiqatan ham mayli, birozgina men anaqaga og'riqlarga chida olaman deydigan bo'lsanglar, bemalol qilaverasizlar. Ko'zinglarni o'ta tagigacha olib bormasdan qilaverasizlar. Lekin men jamlaqa og'riqlarga yo'qman qizlar. Endi yana bitta narsa aytaysizlarga. Bu vaqt kelgan payti aytib ketdik. Bu modda nima ishlatinglar ham, ya'ni hali men aytdim sizlarga, bunaqa bir Vivini anaqasidan ko'p ishlataman, cheriligidan. Mana shu meni yuzimga ampul juda yaxshi narsa. Bu ampullarni bo'lib ham ta'sirini ancha yaxshi sinalgan, tajriba anaqasini ko'rganim uchun aytibman sizlarga. Bu yuzingizga o'zi shundoq ham ishlatganingizda 45% singan qizlar. 45% sinib ketdi degani, bu juda ham yaxshi degani qizlar, chunki juda ham ko'p narsalar shunchaki terini ustiga qolib ketadi qizlar, shu tarafi ham bor. Bu juda ham yaxshi singadi, lekin apparat bilan qilganingizda u yanada ichkariga kiradi qizlar. Yanada ichkariga kirgan narsa mutlaqo sizlarning yuzinglarni taranglashishiga, yosharishiga olib keladi. Bu ya'ni sizlar bu apparat bilan faqatgina o'zinglarni teriligini uchun emas, nima aynan bu apparat bilan ishlatayotgan narsalar, namlantiruvchimi, kollagenli seruminglarmi yoki kollagenli bo'lgan ampulinglarmi yuzinglarga ancha yaxshi ta'sir ko'rsatishini ham sizlarga ta'minlab beradi. Qizlar, bu apparatni eng sevgan taraflarimdan biri dermashat. Dermashat nima? Sizlarning yuzinglarni eng asosiy ko'tarib beruvchi, ajinlarga qarshi kurashuvchi va yuzni asosiy kichikroq ko'rsatadigan narsasi dermashat hisoblanadi. Agar oranglarda kosmetologga borgan qizlar bo'lsa, biladiki, dermashatlar $100, $200 dan boshlanadi. Va albatta shatiga bog'liq, nechta shat olishingizga bog'liq. Lekin buni, ya'ni bu apparatni sizlar uyga olganingizda, o'sha pulga doimiy shat otib yuraverasizlar. Yuzinglar shuncha yosh, shuncha tarang va shuncha kichik ko'rinadi va bu birinchi tarafi. Qizlar, endi sizlarga birozgina boshinglarni qotiradigan bir narsa so'rayman. Bu apparatda shunday yozilgan: dermashatni sizlar har kuni ishlatsanglar bo'ladi. Lekin bu apparatda dermashat qismini eng boshida boshlayotgan vaqtingizda har kuni ishlatishni maslahat bermayman. Uni sababi terida u birozgina havo yo'llar orqali teshuv ochganligi va buni birozgina to'ldirish uchun vaqt ketganligi va bilamizki, O'zbekistondagi ayollarning yuzi birozgina quruqroq va birozgina ta'sirchanroq va birozgina o'xot pastroq bo'lganligi uchun yuz tezda qizarish, ta'sirlanish va hattoki ba'zi hollarda o'g'ri toshish masalalari kuzatilib qoladi. O'shani oldini olish maqsadida aynan dermashat bilan birozgina hali sizlarga eng boshida aytgan ko'k bo'lgan rangli bor edi-yu, ana o'shani haftada 2-3 martadan boshlab turganinglar juda ham yaxshi. Buni sababi birozgina bizning yuzimizni asosiy teri osti baryerini kuchli bo'lmaganligida. Shu tarafini ham hisobga olib qo'yasizlar. Qizlar, dermashatni ishlatayotgan vaqtingizda yuzingizda 5-10 daqiqacha ishlata olsanglar bo'ladi. Faqat dermashatni ishlatayotgan vaqtingizda bitta
bitta joyda turib qolish mumkin emas. Bu apparat bo'yicha doimiy itilayotgan narsa. Bir joyda turib qolmasdan yuzinglar bo'yicha pastdan tepaga qarab har doim harakatlantirasizlar. Va albatta dermashat qismida ham ko'zinglar, peshonanglarga kelganda birozgina kuch darajasini 1-2 ga qo'yib boshida ishlatishinglarni tavsiya qilaman. Ya'ni 4-5 ga qo'yib boradigan bo'lsanglar, birozgina terilar ta'sirlanishi va birozgina ko'zga zarar berishinglar ehtimoli bo'lganligi uchun ko'zga juda yaqinlashtirmasdan ko'z yo'llarini bemalol qila olasizlar. Peshona bilan qilgan vaqtinglarda ham 1-2 dan oshib ketmaslikka harakat qilinglar. Dermashatda sizlar burun sklatlarida va ayniqsa mana bu iyak qisminglar bor-ku, ana o'sha itlarni tashash, ana o'sha yerda juda ham katta foydasini ko'zinglar bilan 2 haftada doimiy ishlatilganda yaqqol ko'rishinglar mumkin. Buning sababi %35 darajada aynan elastiklikni oshirganligida va terini keskin ravishda ko'tarishida. Ba'zilar bo'ladi-yu, krem surtib turib yuzimni ko'tarsam bo'ladimi, yo bo'lmasa qovoq ko'tarsam bo'ladimi? Uni umuman kremlar bilan, serumlar bilan iloji yo'q. Faqatgina apparat bilan yaxshi kerakli bo'lgan serum va kremlarni birga qo'llanganda bemalol buni iloji bor qizlar. Dermashatni asosan burun skalatlari va yuz yanoq qismini tashlashlarida bo'ladi. Yuzim avvalroq edi, lekin birozgina o'tib turburchera bo'lib tashab qoldi. Aynan shunaqa narsalar o'ta kuchli foydasini ko'rishingiz mumkin va doimiy qo'llanganda 2 haftada ko'zinglar bilan ko'radigan darajaga olib keladi bu. Va albattaki buni ham hali tepada aytib o'tganimdek, birozgina ko'z bilan peshonaga darajasini pastroq qilib, lekin iye qismga kelganda, yuzni yanoq qismiga, yanoq tashashlariga ham juda ham yaxshi foyda qilganligi uchun bu qism bilan ishlayotgan vaqtingizda agar kuchinglar yetadigan bo'lsa, 4-5 gacha bemalol chiqarsanglar bo'ladi. Va aynan bu apparatni sizlarga yana bitta chiroyli tarafi muskullar bilan ishlashida. Muskullar bilan ishlayotganligi uchun birozgina bostiribroq ishlatganingizda yaxshi, ya'ni tam bostirasizlar hamma yog'ini, lekin bostirdi degani bir joyda qolib ketish yoki bo'lmasa o'sha joyda qizartirib tashlash ma'nosida emas. Keyin qizlar, bu yuzinglarni evline qilishda ham super yordam beradi va ajinlarni asosiy yoyishni ham aynan dermashat qismi bajarib beradi. Michael Kort faqatgina shunaqa bir muskul bilan ishlaydi, sifati ancha chekka bo'lgan, hali tepada ishlatish mumkin bo'lmagan narsalardan tashqari hamma yoq bilan ishlatsanglar bo'ladi. Ayniqsa kollagenli ampullar yoki kollagenli serumlar bilan ishlatsanglar yanada yaxshi. O'shaning uchun bu kompaniyaning o'zi ham kollagenli bir gelini ko'rsatgan, shu bilan ishlatsanglar yaxshiroq deb turib. Chunki kollagenlar birozgina yaxshiroq tushadi qizlar. Men hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan bir mod Michael Kort. Qizlar, bunichi sizlar agar yuzingizda botoks bo'lmasa, gellar bo'lmasa yoki qanaqadir bir shlemlar bilan yuzinglarni torttirgan bo'lmasanglar, zo'r tushadigan mod aslida. Lekin sizlar hali tepada aytgan narsamni qilgan bo'lsanglar, birozgina sizlarga tushmaydi. Buning sababi bu muskul bilan ishlashida, dermashatdan birozgina yengilroq, lekin aynan sizlarni o'sha ukol qilingan joylar bilan birozgina billa ishlaganligi uchun sizlarni botoksinglarni yoyib yuboradi qizlar bu. Shuning uchun agar yuzingizda botoks yoki bo'lmasa gellar torttirgan bo'lmasanglar, netentlar bilan bemalol tushadigan mod va yuzinglarni asosiy qilayotgan ishi nima aytaymi? Muskul bilan ishlaydi, muskullar qizitadi, muskullar harakatlantiradi va yuz tonusini, ya'ni yuzni общий tonus bilan ko'tarishga yordam beradi. Chunki yosh o'tgan sari yuzni tonusi, ya'ni asosiy muskullarda ham birozgina bo'shashish bo'lganligi uchun aynan shu qism bilan ko'proq ishlaydi. Har kuni ishlatsanglar bo'ladigan, bir kunda 5-10 daqiqacha ishlatish mumkin. Ya'ni ertalab ham qilsanglar bo'ladi, kechki payt ham bemalol qilsanglar bo'ladi. Faqat qilayotganda обязательно tepada aytganimdek peptidlar bilan, pedirinlar bilan yoki bo'lmasam retinollar bilan yoki har xil anaqa redel shatlar chiqib ketdi-yu, redel shatlar bilan ishlatish mumkin emas va undan tashqari ham qizlar, birozgina tarkibida S vitaminkasi o'ta yuqori bo'lgan narsalar bilan ham ishlata olmaysizlar bu apparatni. Shu tarafiga ham e'tibor bergan holda ishlataverasizlar. Michael Kortni yana tushmaydigan bir tarafi borki, agar sizlarda qo'ydirilgan tish bo'lsa, masalan deylik qanaqadir implant qildirdinglar yoki yangitdan tish qo'ydirdinglar, eskitdan emasda yangitdan deylik bir 3 oy bo'ldi, 5 oy bo'ldi, 6 oy bo'ldi, ya'ni qisqasi 1 yil bo'lmadi. Ana unda ham sizlar Michael Kortdan foydalana olmaysizlar qizlar. Yo'q, men foydalanaveraman desanglar, meni hech bir aytadigan gapim yo'q. Xohishinglar qizlar, hammani xohishi o'zida. Qizlar, Michael Kort yana juda ham yaxshi taraflardan biri bu kollagen ishlab chiqarishni rag'batlantirishida. Chunki muskullar juda ham yaxshi harakatlanganligi sababli u yerdagi kollagen ishlab chiqarishni rag'batlantiradi va kollagenni ishlab chiqarish birozgina yuqoriroq darajaga ko'tarilganligini hisobidan ham yuzinglarda taranglikni hosil qilishda katta yordam beradigan bir modlardan biri bu. Michael Kortda farqlab olishinglar uchun ekranda MK bo'lib chiqadi va undan tashqari yashil rang yonadi qizlar. Aynan ana o'sha yashil rang yonganda bilasizlarki, Michael Kort modi sizlarga ishga tushdi va sizlar bu modda 5-10 daqiqa ishlatishingiz mumkin. Faqat bir kunda 2 marta ishlatayotgan vaqtingizda kuchliroq yuzingizga kechqurun oziq berishga, kunduzi esa kuchliroq nam berishga, ya'ni namlik berishga birozgina e'tibor berishinglarni xohlayman. Chunki bu apparat biroz kuchli qizlar. Shuning uchun yetarlicha oziq, yetarlicha namlik bera olayotganligingizdan birozgina amin
doim bo'lgan holda ishlatinglar. Agar bu narsani bera olmasanglar, yuzingizda birozgina yanada qurish, u yuzinglar yosharish u yoqda tursin, birozgina so'lg'in teri, qorayganroq terini hosil qilib qo'yishingiz mumkin. Chunki bu apparatni ishlatayotgan vaqtingizda namlik berish o'ta muhim narsa qizlar. Ayniqsa sizlarning qo'lingizda bitta lotion bo'ladigan bo'lsa, lotiondan ko'proq kunduz kunlari surtib yursanglar ham chekko, gelinglardan ham foydalanib yursanglar ham juda ham zo'r va doimiy ishlatishingiz kerak bo'lgan bir serum yoki ampulalar kechqurunda shart bo'ladi qizlar. Buni ham ozgina bo'lsa ham baribir miyanglarda qoldirishinglarni xohlayman, chunki apparatdan foydalandim deb turib qanaqadir yon ta'sir olishinglarni xohlamaganligim uchun bu ma'lumotni qo'shib etib ketdim qizlar. Dermashotni aytdim. Dermashot ishlaydigan narsasi ajinlar bilan, yuzni tashlash bilan, yuzni ko'tarish bilan ishlaganligi uchun qarishga qarshi eng cho'tki narsa Irshot nima uchun? Poringlar ochilgan, poringlar kattalashgan, yuzingizga даже narsa tashiyotgan, o'g'ri tashiyotgan odamlar uchun ham, ulardan qolgan izlar bo'lsa ham, chandiqlar, bir nimalar bo'ladigan bo'lsa ham, sizlarga bo'lmay chotki tushadigan bir mahsulot qizlar. Agar deylik yanada biror nimaga tushunmadinglar qizlar, yoki bo'lmasam biror bir savol tug'ilsa, Instagramdan, Telegramdan, agar sizlarda qaradinglar Instagram yoki bo'lmasam anaqa ham yo'q, YouTubedan ham bemalol yozsanglar ham bo'laveradi qizlar. Ko'ringlar. Rosa shirin. Menga pink sekal yoqadi, pinka. Endi qizlar, demak hozir shu yergacha keldinglar, apparatni tugatdinglar va sizlar buni kechga qilmadinglar, kechga vaqtinglar yo'q va ketishinglar kerak u bu joyga. Endi nima qilamiz? Serumlarni ham yoqda tugatdik. Tugatganinglardan keyin kremdan foydalanasizlar. Kremni ko'p surib olmanglar qizlar, ayniqsa kunduzi bo'ladigan bo'lsa, ozgina. Va bu orada meni anaqam kremim multi eskalli bir krem. Ya'ni oqartiruvchi, tiniqlashtiruvchi bo'lgan bir Dr. Kipyoni bir kremi. Grammi ham kattagina, ham yengil qizlar. Xohlasanglar kechqurun, xohlasanglar bemalol kunduzi ishlatsanglar bo'ladigan bir mahsulot. Ham bilmadim, Koreyada yurgan qizlarning o'zi ham juda yaxshi biladi. Kipyoni narsalari Koreyaning o'zida ham ancha qimmat. Eskali kremlar, kollagenli serumlar va kollagenli ampulalar bilan ham zo'r tushadi qizlar. Nima uchun? Eskadan keyin qo'yilgan kollagen tezroq suriladi. Butun yuzimiz bo'yicha surib olamiz. Surib turib biroz kutiladi qizlar. 2-3 daqiqa kutasizlar. Va bu orada qizlar bu anaqa to quriguncha yana bir ma'lumot sizlarga aytay. Ishlatayotgan vaqtingizda apparatni qo'shib olib bo'ynimni ham qilib turib qilib to'g'ri bilan olib kelmanglar apparatni qizlar, hech ham mumkin emas. Men u roller yoki bo'lmasam guvashalar haqida ham aytayotganim yo'qman. O'zi aslida ular ham mumkin emas, lekin bu apparatdan foydalanayotgan vaqtingizda aslo bo'yin dekor bilan ishlagan vaqtingizda shu qismga umuman hech qaysi moda bilan kelmaysizlar qizlar. Ha, bu bilan ishlayotgan, ya'ni bo'yin bilan ishlayotgan vaqtda shundan tashqari bo'lgan shu qismlar, limfalar, boshqalar bo'lsa-da birozgina boshqa shartlar. Booster bilan bemalol ishlata olasizlar qizlar. Booster bilan ishlata olasizlar yoki Irshot mumkin emas qizlar. Irshot mumkin emas. Irshotdan tashqari bo'lgan modlarni bemalol ishlata olasizlar, faqat el tangiga qo'yib. Etanga qo'yaman, samtanga qo'yaman, u tanga qo'yaman. Ya'ni 1 2 3 4 5 qo'yib tashlayman emas, faqat birga qo'yib. Mod shuna bosgan vaqtingizda bir chiqadi. O'sha bir bilan shunda olib kelib, shunda hozir vaqtim biroz yo'q. Shunda qilib, mana shunaqasiga olib ketib, shunaqa qilib ishlatsanglar bo'ladi. Lekin o'tirib u ko'p modga qo'yaman desanglar biroz bo'lmaydi qizlar. Bo'yin o'ynashadigan joy emas. Ha, ishlatmayman desanglar, xolisinglar ishlatmanglar. Agar uncha yaxshi bilmasanglar, lekin bilsanglar, bemalol shu qism bilan bemalol ishlayveringlar. Chunki bo'yinda ham qarish, ajinlar, bir narsalar bo'lsa, yuzinglar qancha tarang bo'lsin, sizlarni asosiy qardiganliklarini ko'rsatib qo'yadigan joy bo'lganligi uchun qizlar. Shuning uchun yuzingizga sursanglar, ozgina shu qismingizga pit surib qo'ysanglar yaxshi. Bu orada yuzim quridi, endi qo'shinga o'tamiz qizlar. Chunki boradigan joyim bor. Qizlar, men qo'shinni ko'p har xilda ishlataman. Yuzim birozgina yog'li bo'lganligi uchun, menga yog'li yuzlar uchun narsa ham bemalol tushaveradi va ba'zida yuzim quriganligi uchun, ajabsanda meni terim. Ba'zida quriganligi uchun glowli bo'lgan narsalar ham bemalol tushaveradi. Lekin bugun men Esperi shunaqa bir qo'shonidan foydalanaman. Esperi bu qo'shonni juda ham ko'pchilik biladi. Sifati ancha yaxshi. Mazza qilib ishlatishli bo'lgan bir anaqa mahsulot Esperiniki va men asosan ba'zida shunaqa anaqa qilaman. Masalan, ko'chaga ketyapman, surishga ketyapman, quyosh kremi surtsam, ustidan yana qo'shinni suradigan bo'lsam, birozgina meni terim yog'li bo'lgani uchun bilchillaydi qizlar. Shuning uchun yo qo'shinda davom etishim kerak, yo bo'lmasa quyosh kremida. Quyosh kremida davom etgan kuni qo'shin qo'ymayman, qo'shin surgan kuni quyosh krem qo'ymayman. Chunki shunda ham qo'shinlarning o'zining SPF-kasi bo'ladi. Mana hozir buni ham SPF-kasi 34+ hozir qishdamiz. Qanaqa quyosh bor, hech qanaqa quyosh yo'q.
Demak, oldik va pit yuzimizga surtishni boshlaymiz qizlar. Yopuvchaligi juda yaxshi. Hozir mana go'zal bo'lib bo'lmasam bo'lmaydi. Ayniqsa shu qism. Bir nima to'kiladida. Burunni shu qismi. Yuzdagi qizarishlarni ham oldini oladi. Va bu orada qizlar, qo'shin, men hech tonalka ishlatmayman qizlar. O'zingizlar ham bilasizlar, tonalka yoqtirmayman. Tonalka og'ir bo'lgan narsalar yuzda pora ochadi. Shuning uchun qo'shinlar yengil va bemalol ko'zingizlarga surtib, labingizlarga surtib, anaqa qilsanglar bo'ladi. Men to'sh qo'ymayman. Shuning uchun ten anaqa bilan davom etaman. Lekin tenlar olib kelibman hozir oldimga. Shuning uchun hozir bu bilan to'xtatib turamiz qizlar. Bu orada to'xtatishdan oldin yana bir narsani ayting. Ketish oldi ishlatmoqchi bo'lgan bir atirchalarimdan biri. Dior'niki bu. Qizlar original atir ikkalasi ham. Chipko hidi menga rosa yoqadi bularni. Christian Dior shunaqa bir atri, Hiptonik bu, Payazish. Hidi buni hidi nozik deya olmayman qizlar. Ba'zida bo'ladi-yu, bir joyga boray va mendan hid kesin deysizlar. Shunaqa vaqt ishlatsanglar bo'ladi. Shunaqa pisht ikkita sepamiz va borgan joyimizda deysiz. Chunki ba'zida borgan joyligi bog'liq qizlar. Masalan, ba'zida borasizlar, yo'q, современный joyga boryapman va mendan нежный ketsin deysizlar, нежный narsa sepasizlar. Lekin ba'zi shunaqa joylarga borasizlar, mendan hid kelib tursin deysizlar, sepasizlar qizlar. Shunaqa vaqtda ishlatilishi kerak bo'lgan original, juda ham hid menga yoqadigan bir mahsulotlardan biri. Shunaqa qizlar. Endi men mix qilingan ko'p narsani yoqtiraman qizlar va bu orada men bitta koreys o'rtog'imdan shu ikkalasini aralashtirsang ancha yaxshi degan yana bir atrim bor. Bu ham original Chanel'niki, Medemos Chanel bu. Qizlar, bu-chi birozgina qanday tushuntiraman? Men birozgina atirlarning hidini tushuntirishga biroz yo'raman-da, lekin atir tanlashga yomonman qizlar. Qizlar, anaqa yechib yubordim. Deb quloqimni ham anaqa mahkam qisdim-da, chunki bu-chi manaqa hid. Bir joyga olib ketadi buni hidi qizlar sizlarni. Bir ba'zi narsalarni hidini hidlab turib, ha deydi odam, shunaqa bir hid, bir ajoyib bir hidi bor, tushuntirib bera olmayman buni ham. Buni ham hidi menga yoqadi. Menda atir juda ko'p qizlar, chunki men sizga ochiq aytaman, menimcha balki kasalman, men biror bir psixologga ko'rsatish kerakmi, bilmayman, nimaga desanglar, men hiddan, bir g'alatiroq hiddan juda ham bir anaqa qiladigan odamman-da, yoqtirmayman hidlarni. Qanaqadir приятный hid mutlaqo kelib turishi kerak qizlar. Xonammi, ishxonammi, ish kiyimmi, nima bo'lsa ham hid bo'yicha biroz yo'qman va ba'zi hidlar, ba'zi hid demay, ko'p hid juda ko'nglimni aynitadi. Buni Koreyaga yurganda juda ham yaxshi biladi qizlar. Ko'p narsasidan juda ham ko'p ko'nglim ayniydi chunki. Shuning uchun hid ko'p muhim narsa qizlar. Buni bilib olinglar. Ko'p nima deydi? Muhim nuqta hid dedi-yu, men muhim nuqtam hid qizlar. Shuning uchun demak, boshini aylantirish kerak bo'lsa, aylantiraman degan bir atirlardan biri qizlar. Sepaylik ikkovsini aralashtirib. Qizlar, siz ham shunaqamisizlar? Sepgan paytda shundagina sepmayman nimaga ekan? Обязательно og'zimni yo yoqqa yo bu yoqqa qiyshayib turish kerak men. Bilmadim, hozir video olayotgan vaqt farq qiladi. Demak, og'zim ko'p gapirganimda yopilmaydi shekilli. Hazil qilyapman qizlar. Yo'q, unaqa emas. Siz Safiyaxon deyla-hopmi? Deyla-hopmi? Demak, atirlar masalasini ham hal qildik qizlar. Demak, bugun sizlar bilan hazil bu narsalarni ko'rib chiqdik, lekin men sizlarga yana bitta narsani aytmoqchiman. Sizlar deylik makiyaj tugatdinglar va oradan 3-4 soat o'tdi deylik. 3-4 soat o'tgandan keyin qilishingiz kerak bo'lgan ish. Bitta mesda olasizlar, yaxshilab chayqatasizlar. Tiq. Qanaqa makiyaj bo'lishidan qat'iy nazar ustidan sepasizlar. Ko'p sepib yuzingizdan oqadigan qilib emas. Shundoq uzoqdan yaxshilab chayqab turib, uzoqdan shundoq sepsanglar keladi qizlar. O'shanday qilib tursanglar, endi men 4 soat deyapman, o'zi aslida 2,5 soatda sepaman. Shunaqa qilib sepsanglar, ham yuzinglardagi namlikni o'ta ushlaydi, ham qilgan makiyajinglarni xuddi yangilaysizlar qizlar. Hozir makiyaj qilingandek yuz turadi. Yuzi tarangligi, yorqinligi, tiniq ko'rinishi o'shalarga ham bog'liq qizlar. O'shanday qilib ishlatsanglar, yanada yuzinglarning qarishini oldini olgan bo'lasizlar. Chunki qancha namligi kuchli bo'lgan teriga qarish shuncha kech keladi. O'sha tarafiga ham e'tibor berib qo'yasizlar qizlar. Demak, bugun sizlar bilan gaplashgan narsalarimizdan shu apparat haqida gaplashdik qizlar. Agar yanada sizlarga savollar bo'ladigan bo'lsa, hozir men unutib qolgan narsalarim bo'ladigan bo'lsa, bemalol sizlar menga
anaqadan xohlasanglar YouTubedan, xohlasanglar Telegram va boshqa narsalardan yozsanglar bo'ladi qizlar. O'sha yerda yozishamiz yana qayta. Demak, hozir videoni tugatyapman qizlar. Shitgacha ko'rgan bo'lsanglar sizlarga katta rahmat. Meni qo'llab-quvvatlashni xohlasanglar like bosishni, kommentariya yozishni va menga obuna bo'lishni unutmanglar qizlar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar. Chiko.